yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Поздравленияni qisqa qilib aytganimda, я бы хотела сказать, kecha shijoat, bugun jasorat, ertaga g'urur va faxr. Ilohim hamma erkaklarimizga nasib qilsin. Bu uchun ular har doim sog' bo'lishga majbur. Biz bu narsani orzu qilib Xudodan tilaymiz. Hammalari oilasining boshiga, baxtiga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Har doim kuch-g'ayratdan, kuch-quvvatdan Alloh o'zi ayirmasin. Har doim shijoatli, biz uchun va vatanimiz uchun faxrli insonlar bo'lib yursinlar. Boshlari omon bo'lsin. Bayram bilan tabriklaymiz.